yana mavzuga to'xtashga to'g'ri kelib qoldi. O'ta prezident buni eslamasa bo'lmaydigan, yaqinda bir esladik, bir vahshiyliklar bo'ldi desa bo'ladi. Buni mana nimada milisalar to'zib balisaga olib borgan, olib kirib tiqqan, qamagan, nimadan imoratidan kechisi qo'yib yuborgan. Bu degan mana bu yerda general degan nima bor edilar, Sobirov degan. Vahshiylikcha ko'rdilar shu nimani, o'rtoq prezident. Buni men sizga shuvaganib beraman buni, o'rtoq prezident. Nimagaki kelgansiz, hokimiyatga kirgansiz, ketgansiz, nima qilgansiz. Endi u vaqtda shunday Karimovga yukladik. Nimani qo'shib, mana generalni. Bu generallarga kim ruxsat bergan, o'rtoq prezident? Kim ruxsat bergan? Mana bu hokimgachi, mana bu Ma'rufjon Usmonovgachi ajabsiz, o'rtoq prezident. Bu tadbirkorni xonadonini buzgan odam ozodlikcha qutulmaydi deyapsiz. Ket deyapsiz, o'rtoq prezident. Bajaring, o'rtoq prezident. Topilmas balomi bu? Hamma yoqda kashasini chiqardi-yu. Buni Sobirov bular vahshiylik bo'ldi. Nima naryad o'tkazdilardi, milisani naryadi. Vahshiylik bo'lgan, o'rtoq prezident. Shu qaytmaganiga umiddaman, o'rtoq prezident. Shu qaytmasin degan umiddaman. Men ming rahmat mana sizga yaxshiligingizni ham aytaman. Yomonligingizni ham aytaman. Hani do'stona. Yaxshiligingiz. Mana u nimani viloyat hokimini toshmaroq qildi so'xliylar. Maqtadi shuni, to'g'ri qildilar. O'rtoq prezident. Nimani? Qoraqalpoqni nimasini olib tashladingiz? Shu bilan tinchidi. Qo'lingizni qonga botirmadingiz, o'rtoq prezident. Yashang, salomat bo'ling. Yo'q, ko'p yashang. Tadbirkorni qo'llab-quvvatlang. Haqqimizni bering, o'rtoq prezident. Mana 9 ta o'g'il nevaram bor, hammasini uylash kerak. O'rtoq prezident, pulim yotibdi. Qachon berasiz, o'rtoq prezident? Xayr, salomat bo'ling.